baş he. Ulan mı he? Her çıktı Hasan'ni, işip çıktı yüzleri. Hepip çıktı Hasan'ni, qarıqı boldu kezleri. Dadam dixan ya deriydi o, men əgəş küçü. Әні qara, etizliqda ketmennin küçü. Hağa şim qoşulsa haşim buludu. He aha şe işi meşim haşim. Huğa run qoşulsa hurun buludu. He uhu re uru nerun hurun. Mihqa man qo'shilsa mehmon buludu. Me e me he meh me ama neman mehmon. Bağa har qo'shilsa bahar buludu. Be aba he aha re har bahar. Mehqa nat qo'shilsa mehnat buludu. Me e me he meh ne ana tenat mehnat. He aha se asa ne san hasan. He ühü se asa ne san hüsen. He aha re ara hara. Ta re te tart te iti tartti. Hasan Hüsen hara tartti. Qo'shkezakning bir kuni. Bizda mundaq bir maqol bor. Ajr qilsang mehnat topasan. Balarim, ishchan, chidamliq bo'linglar. Hargiz hurun bo'lib qolmanglar, ha? Harakatda barakat. Bu jafo chekmay halovat ko'ngil bo'lmaydiganligini bildirdi. Dada, nasihatingizni cho'qim esimizda saqlaymiz. Dada, o yerga qachon yetib bormiz? Hozirla. Balarim, tez ishlanglar. Yana texe bu yog'ochlarni uyga opiradigan gap. Cho'qim bo'la, aka, men bak yurib ketdim. Men bugun bolalar bilan daryo bo'yida o'ynamoqchi edim. Hey, bu balniza qachonmi gapinglar? Balarim, uyga borgandan keyin ozroq damayli bilib, hisobdan bergan topshiriqlarni ishlab olinglar. Yog'ochlarni kechda uyga kelib olamiz. Bo'ladi dada. Oy, o'ynab oladigan bo'ldim. Qani, ağaç o'tiringlar. Hanifa, ağaç o'tiring. Dadasi uyga kirsilar, uyda mehmon bor. Har as Hasan bilan Hüsen ko'rinmaydi-ku, ular qiladigan ozroq ish bor edi. Hasan bilan Hüsen har tatib berib ketdi. Ular birdam aram elib olsin. Halqonga tushib qolay debdi. O'ngshi bilinglar. Abba! Ha, abba! Harcha qoldi. Her bacayla oynamasang bo'lmamdi. Qayerda o'ynaganding? Qo'lda o'ynayotdim. Bilmay qopdim men. O yerda har o'zi borgan birdan dilim meni qarshi oldi. Har chaqqa yerlaringga malham surib qo'yay. 1-2 kunda o'ngshilib qolasan. Buningdan keyin har bajayga hargiz borma. Har qanday qishda akangdan o'rgangina bo'lam.